Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana biz universitetimiz delegatsiyasi bilan Istanbul universitetiga yetib keldik. Hozir bu yerda rahbariyat bilan birgalikda sizlarga ta'lim olishingizga, malaka oshirishingizga beriladigan imkoniyatlarni foydavor bo'lmish memorandumni imzolab o'tamiz. Biz bilan kuzating. Mana hurmatli talabalar, memorandumni ham imzolab oldik. Albatta bu memorandum universitetimiz talabalari uchun ham, ikkita universitet uchun ham juda ham manfaatli bo'ldi. Albatta bu imkoniyatlar sizlarni yana ham sifatli ta'lim olishingiz uchunligini eslatib o'taman. O'ziga xos tarixiy voqealarga xos xonalarini endi gapirmasak ham bo'ladi. Albatta bu boshlanishi. Davomini kutib qoling.